Assalomu alaykum doda. Va alaykum assalom. Kim o'g'lim? Yaxshimisiz? Men qara. Kimi bo'lasan sen? Tanimadingizmi doda? Tanimadim. Men Abduvali domillani kenja o'g'liman. Otang yuribdimi? O'tib ketdi-yu otam. Alloh rahmatiga olsin. Allohu akbar. Otaxon, Va shu bir narsani so'rayman deyman. Shu esimda taniganimdan beri borsiz-da siz. Shu adashmasam shu dinozavrlar bilan sinfdosh bo'lsangiz kerak. Azlashyapman. Nechiga chiqdingiz o'zi, doda? Yaqinda 101 ga kiraman, bolam. Menga qarang, doda. 102 da tanishlarim bor. Gaplashaymi? Hey. Ular niye hikmati kelib ketdi? Hech narsa qila olmadi. Hazlashyapman. Doda, mana uzoq yashashni siri nimada deb o'ylaysiz? Siri bolam duoda. Duoda? Odamlar meni ko'p duo qilib turishadi. Nimaga duo qilishadi? Hammadan qarzim bor-da, bolam. Mana bankdan qarzim bor. Odamlardan qarzim bor. Shu odamlar pulimizni qaytarib bersin, o'lib qolmasin deb meni har kuni duo qiladi-da, bolam. Men ham yaqinda bittasiga qarz bergandim. Hech qaytarib bermaydi shu. Nima endi men ham duo qilishim kerakmi uni? Uyga bordingmi? 2-3 marta bordim uyga. Begona odam chiqadi-da. Unaqa odam yo'q, bu yerda yashamaydi. Ko'chib ketgan deydi. O'zi u odam nimaga deb oluvdi pulni? Shu yuzimda plastik operatsiya qilaman deb oluvdi.